Assalomu alaykum, Shavkat Miromonovich. Mana juram og'ir bo'lib yotdi. Har xil tanish-bilishlar kuniga kelib ko'rib ketyapti. Bir kun kelamiz, 2 kun kelamiz, har kun kelolmaymiz-ku. Mana bu zonadan chiqib kelgan, yordam yo'q, hech narsa yo'q. Mahalladan hech narsa yo'q. Tepadan tushib ketgan ishlash faoliyatiga. Uyni egasi ham yordam bermayapti. Mana oyoq singan, qavrga bellar sinib ketgan. Arang yotdi. Kimdir yordam qilishi kerak-ku, mahallami, birontami, uyni egasimi. O'sha uchun sizga murojaat qilamiz. Kimlardir o'sha tegishli odamlarni yo'lga qo'yib, tovoni sinib ketgan, qavralari sinib ketgan. Uyga yotdi, turolmaydi. Xotin bola chaqasi yo'q, bitta qaraydigan ayol pulga nima qildik? Pulni ham berish kerak unga ham. O'sha uchun sizga murojaat qilamiz. Iltimos qarashivering endi shu bolaga. Mazasi umuman yo'q.